Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik mezmunlar hakkında mundaqdaydı bugün. Taharet baturup yani taharet ediş hakkında. Demek bu iş namı malum bir dinde asası var. Şeriatta yolluk bolgan dalil isbatlar var meseleler deb qaragan bo'lsa kerak. Bu 214 numaralı hadis. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Muhammed ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundaqdaydi. Bu kishi bizga Sufyan Amr ibn Amirdan hadis so'zlab bergan edi dedi. Amr ibn Amir men Anasdan mundaq anglagan edim dedi. Bu hadisinki bir isnadi meyad oxirlashdi, ha. Meyadki harfi tahvil, yani bir başqa bir isnadqa bu yerda burib qo'yapti yo'lni. Yana bu kishi deydi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi. Musaddad deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi deydi. Yahya bo'lsa Yahya al-Qattan degan kishi, bu kishining tarixiy tarjimali o'tgan. Bu kishi Sufyandan. Sufyan deydi menga Amr ibn Amir Anasdan hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda marvoyat Muhammed ibn Yusuf orqali bir yol, Musaddad orqali yana bir yol. Birinci hadisda 4 lam ravi var, ikincisida 5 ravi var. Demek ki oldingi hadisinki rivoyatda bir az oliroq sanad deyishki bo'ldi. Qanchaki odam soni oz bo'lsa, sanad taqimi oliy sanad bo'ladi. Bu yerdagi rivoyat qilingan kishilarniki asosan tarjimali boshda o'tgan kishilar hamisi. Biz xo'sh Anas ibn Malikning so'ziga qaytib kelsak, bu zot shunday deydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam her namoz uchun taharat oladi dedi-da. Boshqalar so'rdi, men dedim dedi. Sizlar qanday qiladinglar desam, bizga bo'lsa taharat sundurmagan bo'lsalar, aslidagi taharat yetarlik edi dedi. Undaqda Payg'ambar alayhisolatu vassalamniki bu yerda har namozga taharat qilishi Rasulullohning bu yerda alohida bir xosligi. Ammo lekin başka musulmonlarniki her namazga taharat batırıp 5 vaqt namazning her bir vaqt namazga yangidan taharatlash masalasi bu mustahab masala. İmam Keşmeri rahmetullahi aleyh, Elmerşah Keşmeri bu 20 dek dalil var bu cihatte deb qaragan. Bu şeriatdan ait yo'lliq bir avval. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı qopsanglar dedi. Şuna Elmerşah Keşmeri bir qism mufassirlar bu namaz qopqa vaqtinglar taharat qilinglar degan oyatni, ya'ni sizlar taharatsiz bo'lsanglar degan qaydni bog'lab qo'ygan tafsirda. Ammo Anvar Shakashmiri yo'q. Namoz qopsanglar, namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, taharat yo'q odamga nisbatan vojib, taharat bor odamga nisbatan yana bu mustahab darajasini saqlab qola oladi deb qaragan. Chunki bu qilmishlarga nisbatan hadisdan dalil kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mayli taharat bo'lsin, mayli taharat bo'lmasin, taharat etishga dastlab buyurilgan. Rasululloh barbara bu avval ig'i kelgandan keyin Rasulullohga har vaqt, har namoz vaqtida misvoq qilishga buyurilgan, taharatning o'rniga deb bu qarashni bu yerda yoqlagan. Undaqda taharat bo'lsin, bo'lmasin, har namozga imkoniyat yetgan kishilarniki taharat etishi bu yo'lliq bir avval yoki mustahab bir avval deyishga bo'ladi. Şonaşqa Şiyalarniki bir qism ulamolari va zahiriy mazhabdagilar muqim odamlarniki musafir bo'lmagan ahvolasida har namozga taharat qilishni vojib deb qaragan bo'lar. Buningga dalil kelgan oyat hadislardan. Undaqda bu turhan masala bu agar taharat bor turib yana bir taharat olsa buni mustahab deb qarasak yaxshi. Ammo taharat yo'q odamga nisbatan namoz vaqtida taharat qilish cho'qim bu vojib, bu asli masala. Ama taharat bor turib shu taharat bilan bir necha namozni o'qisimi, bu mu yo'lliq, durust. Endi 215 numaralı hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Xolid ibn Maxlad hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi bizga Sulaymon hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi bizga Yahya ibn Sa'id hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot menga Bushayr ibn Yasar xabar bergan dedi. Bu kishi dedi menga Suvayd ibn Nu'man xabar bergan dedi.
Bu hadiski ravilarniki asasen tercümalı tıkı şu taharetniki babıda yakında ötken ama Suveyd ibn Nu'man bu Ensari Beni Haris cemiyetinden boğan sahabe bu Beyt Rızvan'a katnaşkan bu kişi. Hatta İbn Sa'di'ye ölüma bu kişini Uhud gazdığa ve Uhud gazdığı ki uğraşlarda baat edip mandam qaragan. Demek bu hadiski sahabi Suveyd ibn Nu'man'dır. Süleyman degan ravi bolsa Süleyman ibn Bilal namı bilen kitapniki beshida o'tgan odam bu. Demek hem de Suveyd ibn Nu'man dedi biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilen Xaybar gazdı jili urushga chiqqan edik dedi. Biz Sahba degan o'rinda tuğan vaqtimizda Sahba şu Xaybar shahriga kirishga yaqin bo'lgan bir kichik bir kanitda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizga asr namozini o'qib berdi dedi. Namozni o'qib bo'lib tamoqqa to'ladi. Tamoqni eklanglardi. Şu tamoqning ichida faqat talqonlan bor ekan. Biz yedik, ichdik, talqonni suv ichib ichdik ham odatda. Payg'ambarimiz shom namoziga qo'pib, og'zini choy quyib o'tiblam namozni o'qidi bizga shom namozi. Taharat olmadi deb shunaqa degan. Bu hadisniki tushunchasi va raviylar hamisi boshqa hadis o'tgan. Demak, o't pishilgan narsada taharat elish vojib emas degan qarashga Imom Buxoriy rahmatullohi bu hadisni dalil qilgan bo'lish kerak. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.